Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar, mana Otaxon Hojibo lavlavi bu qanaqasi? Karmovoy, ha? Karmovoy loviya. Haqiqatan mollarga bu. Bu benzipilini qo'ygan benzipili bilan kesib beradi. Albatta bu hazır. Mana buni qarang. Bu nech pul, aka? Bu 1300 dan beramiz. 1300 so'm kilosi, ha? Kilosi. Buni qanday beradi moliga? Buni to'g'rab, yem sepib, kepak sepib bersa zo'r, to'g'ramasdan bersa ham yeydi mollar. Ha, to'g'rab, kepak sepib bersa bemalol yeyveradi. Yemni o'rniga mana hozir Yo'nalishga eng yaxshi mahsulotlardan. ha, sigirga, yosh buzoqlarga, ho'kizga ham bo'ladi-ya bemalol. Bu hozir haqiqatan yemishni ko'ryapman-da, bu yerga hozir sabzi kelgan, karmovoy, lavolovi kelgan, misol uchun bularni bitta samon ham hozir so'radim 25 ming so'mda. Quruq samonda. U samon ham berish kerak, bulardan ham berish kerak. Vitaminda. Vitamin ham shirin, shakar. Ha, maşallah. Zo'rda. Nomer telefonni ayting-da. Ayniqsa sutni juda ko'p. Ya, sutni zo'r qiladi. Telefon 77lik 77lik 449 449 1714. 1714. Sizga ko'p ham bunda. Misol uchun men 2 tonna olaman desam. Bor uyda bor. Yetkazib berish qanday? Dastavkasi. Kelishamiz hozir. Kelishamiz, ha? Mana shu raqamga telefon qilsa kelishtirib beradi. Manzil qayerga edi? Manzil Yangariq, Yangariqga. Shirinobod. Yangariq, Shirinobod. Mana shu raqamga telefon qilsangiz kelishtirib, chiroyli qilib beradi inshaalloh. Bozoringizni bersin aka. Haqiqatan. Birontasini ichini yorilgani yo'q, ha? Kesilgan, ha? Kesil. İçi oq bo'lar ekanda mana. İçi oq. Oq. Maşallah. Ha, bittasi 10 kilo ham chiqadi ham bemalol. Bittasi 10 kilo bemalol chiqadi. Kattalari 10 kilo shunaqa chiqadi. Bozoringiz bersin.